Rossiya hamda yurtimizdagi bir qancha xususiy klinikalarda turli tashxislar bilan samarasiz davo muolajalarini qabul qilib kelgan bemor klinik shikoyatlari davom etganligi hamda 18 haftalik homiladorlik inobatga olinib, Buxoro viloyat perinatal markazida statsionar davolash maqsadida yotqizilgan. Ammo ayolda yuqoridagi shikoyatlar kuchayib, qator soha mutaxassislari ko'rigi jalb etilib, unda jigar absessi tashxisi qo'yiladi. Hamda zudlik bilan Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi yiringli xirurgiya bo'limiga ko'chiriladi. Va bizda chuqur tekshiruvlar o'tkazilib, bemorimiz operatsiyaga tayyorlandi va yuqori texnologik usulda jigar absesini ochish va drenajlash amaliyoti bajarildi. Hozirgi kunda bemorimiz qoniqarli, homila rivojlanishi yaxshi. Jigar absessi bu jigarda yiringli yallig'lanish o'chog'i hosil bo'lishi bilan kechadigan og'ir patologik jarayon hisoblanib, ko'p hollarda kech aniqlanadi. O'z vaqtida davolash choralari ko'rilmasa, o'limga olib kelishi mumkin. Buxoroda yaratilgan zamonaviy tibbiy sharoitlar natijasida esa ushbu kasallikka chalingan ayol va uning homilasi saqlab qolindi. Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi yiringli xirurgiya bo'limiga keldim. Bu yerda shifokorlar tomonidan ko'rildi. Operatsiya qilishdi. Hozirgi kunda ahvolim juda yaxshi, og'riqlarim qoldi. Bu yerdagi shifokorlarga, xususan markaz bosh shifokoridan tortib eng kichik tibbiy xodimgacha kattadan katta rahmat aytaman. Guvohi bo'lganimizdek, operatsiyadan so'ng bemor va homila ahvoli qoniqarli. Homila akusher ginekologlar tomonidan nazoratga olingan.